Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Ufaga, Ufadan Toshkentga navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Avtobuslarimiz har seshanba, juma kunlari kechki payt soat obeddan keyin 4 ta yuradi. Abu Saxiy Qarshi stansiyasidan reyslarimiz chiqib ketmoqda. Sharoitlari juda yaxshi, tualeti bor, telefon zaryad qiladigan joylari bor, kamera nabludeniya, xolodilnik, barcha sharoitlari bor. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz va boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. O'rtoqlar, sizlardan bir narsa iltimos qilib qolgan bo'lardik. Bu narsa prosmotr olish uchun emas yoki pul ishlash uchun emas, odamlarga yetkazish uchun. Bizda mana shu bitta podpiska, like va kommentariy qoldirsalaringiz juda yaxshi bo'lardi, savobga qolgan bo'lardinglar. Sababi o'sha podpiska, like, kommentariy orqali odamlarga tezroq yetkazsa bo'ladi. Ko'pchiliklar Qozog'istonga olib borib, Qozog'iston orqali jo'natishyapti. Shuning uchun mana shu holat takrorlanmasligi uchun bizda mana yangi qo'yildik. Odamlar bilishi uchun o'rtoqlar iltimos qilib qolamiz sizlardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.